Assalomu alaykum, hurmatli No'qat Qarjimato'l kanali qatorchilari. Bugun kunga 19-yanvar 2023-yilda biz 4-kundagi ertadan kurs qanday qoldi, ko'tarildi, tushdi. Şol yerden ma'lumot olamiz. Bizden alışveriş like basinglar, hurmatli No'qat Qarjimato'l kanalining qatorchilari, jana meni ko'rganlarim, bizden alışverişler. Bank janida ko'rishamiz. Bugungi ishingizga egilib tursin. Az bank janida boramiz. Hurmatli tuğanlar, biz az birinchi kompaniya banka keldik. Kompaniya bankda 86 so'm 20 tiyin dollar, 90 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 24 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, bu kishine ko'tarilmish bu qopdi. Ko'tarilaversin demek için az boshqa bankda bor, shu yerda ko'rishamiz. Hurmatli tuğanlar, Bakay keldik. Bakay bankda 86 so'm 20 tiyin dollar, 93 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 24 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, bu yerda rubl so'mda ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, bu yerda sal qimmatroq ekan rubl, qarangizlar. Ek Finansiy Kredit bankda, Tansiy bankda sağ bu qimmatroq ekan. Hurmatli tuğanlar, Ekbeslan banka keldik. Ekbeslan bankda da shunday ekan, qarangizlar. 86 so'm 20 tiyin dollar, 90 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 24 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, shuni No'qat Qarjimato'l kanaliga qo'shib, daim omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Ilko'zi suv qo'l bo'lsin, rubl ko'tarilib qoldi. Hurmatli tuğanlar, ko'tarilaversin deb o'ylaymiz. Qo'shib tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.